Assalomu alaykum. Tahlillarimiz davom etadi. Bu gal ham Angliya chempionatida tilga tushgan o'zbek legioneri Abduqodir Husanov haqida gaplashamiz. Allaqachon dunyoning eng top klublariga qarshi o'ynashga ulgurgan Husanov bugun muxlis va mutaxassislar e'tirofida. Bu shunchaki maqtov emas, balki real voqelikdir. Masalan, tarmoqlarda tarqagan ushbu memlar muxlislar Abduqodirning o'yini va imkoniyatlariga qanday baho berayotganini anglatadi. Aytmoqchi bo'lganimiz shundaki, u o'zbek bo'lgani uchungina bizga shunday tuyulmayapti, balki haqiqatdan ham Husanov o'z ko'rsatkichlari bilan Angliya Premyer Ligasidagi eng yaxshi himoyachilar qatoriga kirishga ulgurdi. Ashaddiy futbol muxlislari kech oqshomda Husanovning Tottenhamga qarshi o'yinini ko'rgan bo'lishi shubhasiz. Navbatdagi jiddiy raqib va Citydan qiyin g'alaba. Yetarlicha muammolari bor va qiyin davrlarni boshdan kechirayotgan Guardiola jamoasi goh darvozabonning mahorati, goh himoyachilarning chaqqonligi sababli minimal hisobdagi g'alabasini saqlab qoldi. Bu o'yinda ham Abduqodir Husanov yana yuqori saviyada o'yin o'tkazdi. O'z pozitsiyasidan tashqari ayrim hollarda Nunez va Diashning o'rnini yopishga ham to'g'ri keldi. Qolaversa, bu safar Abduqodir faqat qisqa paslar emas, balki uzoq masofalarga ham 2-3 bor aniq uzatmalar amalga oshirdi. Aslida bu Husanovda yo'q hislat emas, chunki biz buni boshqa o'yinlarda ham ko'rganmiz. Masalan, Osiyo chempionatiga saralash bosqichida Abbosga qanday go'zal to'p oshirganini yaxshi bilamiz. Biroq negadir uzoqqa pas berish masalasida kamchilik bor degan fikr tarqalgandi. Tottenham bilan o'yindagi bu harakatlardan tushunish mumkinki, Abduqodir juda erkin o'ynashga kirishgan, o'ziga ishonchi ortgan. Shuningdek, unga xos boshqa skilllar, ya'ni tezlik, kuch, vaziyatni oldindan o'qish va sovuqqonlik ham rivojlanib bormoqda. Buni o'yindan keyin Guardiola ham alohida ta'kidlab o'tdi. U faqat futbol haqida o'ylaydi. Londonga ortiqcha buyumlarsiz, hatto tish cho'tkasisiz shunchaki o'ynash uchun keldi. Nima desangiz ham tabassum bilan turadi. Jamoadoshlari, muxlislari uni yaxshi ko'rishadi. Unda tezlik juda yaxshi, yaxshi pas va jismoniy yaxshi ko'rsatkichlar bor. Ba'zi kamchiliklar esa yosh bilan bog'liq. Futboldagi va futbol atrofidagi voqealarga oid tarqayotgan videolardan tushunish mumkinki, Abduqodir Husanov jamoaning erkatoyiga aylanib ulgurgan. Ya'ni jamoada muhit sog'lomlashib bormoqda. Guardiolaning Abduqodirning sha'niga har bir o'yindan keyin alohida maqtovlar aytayotgani, yuqorida aytganimdek, faqat bizga shunday tuyulayotgani yo'q. Aslida ham o'ta murakkab va jiddiy raqiblarga qarshi olovli o'yinlarda po'latdek toblanib bormoqda. Husanovning bu o'yindagi harakatlari va natijalariga oid ma'lumotlarni allaqachon ko'rgan bo'lsangiz kerak. Keling, bugun Husanov haqida muxlislar turli platformalar nimalar yozayotganini ko'rib chiqamiz. Cole Palmer, Vinicius Junior, Anthony Gordon, Alexander Isak va Son Heung-min hech biri Abduqodir Husanov sinovidan o'ta olmadi. 20 yosh o'zbek ramisi. Abduqodir Husanov jamoaga bir oy avval qo'shilgan bo'lsa-da, allaqachon liganing eng yaxshi markaziy himoyachilardan biriga aylandi. U tajovuzkorlik va xotirjamlikning mukammal muvozanatiga ega. To'p bilan juda aniq harakat qiladi. Haqiqiy jangchi. Manchester City esa doimo cho'qida bo'lishini isbotlamoqda. Kechagi o'yinda Abduqodir Husanov fantastik harakat qildi. U katta o'yinchilarga xos mahorat belgilarini namoyon etmoqda. Abduqodir Husanov 20 yosh 2004-yil Manchester City tarkibida ajoyib o'yin namoyish etdi. Faqat debyut uchrashuvida Chelsea ga qarshi 10 daqiqalik qismni hisobga olmaganda, u boshqa ligaga ko'chib o'tib, unchalik muvaffaqiyatli bo'lmagan jamoada harakat qildi va Newcastle, Real, Liverpool hamda Tottenhamga qarshi o'yinlarda o'zini ko'rsatishga muvaffaq bo'ldi. Abduqodir Husanovning o'yinlari va uning atrofidagi shov-shuvlar menga Ruben Diashning Manchester City'dagi birinchi mavsumini eslatmoqda. Juda yoqimli holat. Shov-shuv va o'yin bir-biriga mos kelganda, xayrixohlik doimo haqiqiy mahorat bilan asoslanganda. Haqiqatdan ham hayratlanarli. Abduqodir Husanov ehtimol Pep davrida City'dagi birinchi raqamli o't o'chiruvchi. U nafaqat raqiblarni bir o'zi yo'q qiladi, balki butun o'yindagi muammolarga chit kod kabi yechim topadi.
Aslida u bir vaqtning o'zida ham Walkerning, ham Stonesning o'rnini bosuvchi futbolchi. Bu yozilayotgan minglab izohlardan ayrimlari xolos. Ko'rib turganingizdek, Abduqodir Husanov o'z mehnati, qat'iyati va iqtidori bilan muxlis va mutaxassislar mehrini qozonib bormoqda. Mehnatimizni qadrlash uchun like bosib, obuna bo'lishni, video ostida o'z fikr-mulohazalaringizni qoldirishni unutmang.